tunkani chizishgan, keyin bo'z, keyin polistrol, keyin plyonka chizishgan. Bundan oldin boshqa qilish variantlari bor. Ulardan kechganing sababi nima? Birinchi sabab bu, конечно, mablag' bo'ladi, pul jihatidan. Ikkinchisi bu vaqt jihatidan. Loylonboz ota-bobolarimizdan qolgan, lekin u uchun tomni ochishim kerak edi. Bu yana lishniy расход. Meni vaziyatim bu. Loylonboz ham baribir arzonga tushmas ekan. U loy-poy hamma yoq rasvo bo'ladi, u yoq bu yoq. Polistrol lombaz taxminan 7-8 soatda quyib ketishdi. Menga tez qilish kerak edi, nimagaki uyim ichini remont уже bitib bo'ldi. Lomboz esdan chiqib ketdi. Yozda chillasi keldi, supayt, keyin уже esimizga tushib qoldi o'sha narsa. Zo'r. Yozda chillasida ko'rdikmi, nisbatan o'tdimi? Avgust boshida quyildi, o'sha 1 oy ko'rildi avgust. Effekti qanaqa bo'ldi? Effekti yaxshi. Issiqni zo'r berdi, hali sovuqni ko'rmadi. Sovuqda endi ko'ramiz. Aka bitta savol bering. Loy 20-25 sm qallida qilish uchun nech puldan usta haqqini o'zi nech pulagan? Usta haqqini o'zi taxminan 50 ming, 60 ming atrofida edi. Nech puldan qolsa lombozı? 50 mingdan qildim. 50 mingdan kvadratdan qolsa. Shu polistrol lombozlarimiz atigi mehnat haqqi 30 ming so'm. Mahsulot narxi 35 ming so'm 5 sm qalladisi. Va effektivnisini juda ham ko'p ko'rsatib berganmiz. Okamlar ham ko'rganliklar, birgaliklar uchun bizga o'tib berishga rozi bo'ldilar. Elbekka qatdan ko'rdingiz bizani? Instagramda. Bitta savol, faqat to'g'risini ayting aka. Like bosdingizmi, bosmadingizmi? Albatta bos. Bosdingiz aka. Aka ko'rdingiz, like bosganliklar uchun siz ko'ryapsiz va yana ham ko'proq odamga yetib borsa siz like qarsiz. Bitta like bosib qo'ying-da.